O'ttizinchi dekabr haftaning ikkinchi kuni Urganch dehqon bozoridamiz. Dollar kursi 1.190 olamiz dedilar. Rubl 146, tanga 22, lira 20. Obuna bo'lib, like bosib ko'ramiz. Hozir bozor avjida. Hamma toza yili xarajat etish uchun bozorga oyoq qo'ymaga yer yo'q ina. Ko'rib turibsizlar, odam to'li. Bir dona like bosib beramizdan obuna bo'lib ko'ramiz. Trenddagi ananaslar danasi 25 kichkinasi. Manda 35. Qurmon 2000 so'm kilo. Trenddagi bodringlar bu 45 dan, bu esa 50 dan kilo. Pomidorlarning eng arzoni 13 dan boshlanadi, 18 gacha bor. Mashvatimiz kilosi 25 dan. Eng arzon olma 8000 so'mdan topdim bozorda. Ekolipta banan 28 dan kilo. Aganyok tarvuzlar 8 dan kilosi, qovunlar ham 8 dan. Sveji tort deb turibdilar, 2 soat bo'ldi pishganida turibdilar. Hammasi 120 ming so'mdan ekan.